Qaysi yaqinim bilan kafega borsam, albatta palon pulga shu qarsildoq baqlajon salatini buyurtma qiladi. Menimcha siz ham shunaqa bo'lsangiz kerak. Qo'ying, oddiy narsani uyda arzimagan pulga birgalikda tayyorlab qo'ya qolamiz. Demak, birinchi navbatda baqlajonni yuvib tozalab, idishga solib, ustiga tuz bilan suv quyamiz. Keyin esa 15 minutga bir chetga olib qo'yamiz. Bu paytda pomidorni to'rab olishimiz kerak. Xohlagan turdagi pomidordan foydalansanglar bo'ladi. Demak, 15 minutdan keyin baqlajonni olib, ortiqcha suvlarini olib tashlaymiz va bizga makkajo'xori kraxmali kerak bo'ladi. Kraxmalni solib, hammasi bir xil holga kelgungacha yaxshilab aralashtiramiz va yaxshi qizib turgan yog'da qizargungacha qovurib olamiz. Baqlajon rostdan ham juda ham qarsildoq bo'lib chiqadi. Ovozini o'zingizlar eshitsanglar bo'ladi. Endi esa idishga birinchi navbatda ko'kat solamiz, ketidan pomidor va baqlajonni solib, maxsus sous quyamiz. Ta'bga ko'ra bezatib, dasturxonga tortsak bo'ladi. O'sha kafelarda palon pulga sotiladi.